Alo. Assalomu alaykum. Alo. Kim bu menga telefon qilgan ekan janga? Kim? O'rishmaymisan? Kimsan emasam? Janga mana shu nomerda menga telefon bo'ldi hozir. Men endi tarat qilib yotdim. Qotaqa telefon qilasan bilmasang bu nomerga. Ko'tingga qotaqa men endi tarat olay turdim, mana endi tarat qilaman deb yotdim. Qotaqa telefon qilasan bu nomerni bilmasang. Kimsan o'zi sen? Qachon? Qotaqda jepchanda shu gapingni men 2 soatdan beri mana o'zim televizor ko'rib hozir kamperni chiqib endi tarat qilib chiqayin deb keldim. Yo'q, sen qotaqa menga baqirasanmi? Qotaqa telefon qilasanmi bu nomerga bilmasang sen? Janga chiqdi-ku mana shu nomerda. Mana shu nomering chiqib keldi mana ko'takasiga kim qayerdan nomerlar? Yuselma Guseling. Sen bilmasang nomerga telefon qilaverma. Yo'q, sen xafa bo'lma bolam. Men hozir aytayapman, endi men tarat qilib yotdim. Sen menga telefon qo'ymayapsan hozir. Nima gaping bor? Men seni o'rishboyning nevarasimi deyapman sen? Qotaqan chiqqan bo'lsa bir supuga savol qilishga menga nima telefon qilasan menga? Men jalabmadim sana telefonda gaplashib yarim soat. Inasining nomiga o'xshasa, nima bitta bundaqa nomer bitta menda bor maqinski. Qizil yotibdi-ku, har joyda shunaqa nomer bo'lib yotibdi. Sening oting nima o'zi? Kim? 70 boy? Onangni ko'takasiga 70 ta tug'ilganmisan sen nima? Qotaqa telefon qilasanmi bu nomerga? Men endi tarat olib yotdim. Ko'zingga qarab telefon qil-da, qotaqa telefon qilasan bu nomerni bilmasang sen. Men senga jalabmidim men 1 soat 2 soat gaplashib saqan. Bugundan keyin qarab ko'zingga qarab telefon qil-da bolam. Aralab yurar Muhammad. Aralab yur. Bo'pti bol, xafa bo'lma, tamam meni so'yibdi. Ikkinchi bu nomerga telefon qilib yurma bolam.